Shunda ikki qadam yurdim, shunda to'xtab, o'zim yurolmay qoldim-da. Yiqilgansiz? Yiqilganman. Hozir 5 kilometrdan yuraman. Bemalol. Yugurib ketayotgan paytimda men bu o'ng tizzam bilan tushganman. Yiqilgansiz? Yiqilganman. Umuman hech nimani sezmay qolganman. Masalan, ayniqsa menda oyog'im, tizzam, mana butunlay boshdan oyoq hech sezmay qolgan. Oyog'im do'mbira bo'lib ishib ketdi. Opam, singlim, jiyanlarim bor edi. Opam kelgan anaqaga, Zhukovskiyga, больницаga olib bordilar-da, snimka qildirdilar. Xullas, Zhukovskiy больницаga bordingiz, snimka bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? O'sha snimka qildirganimizda ular aytishdiki, anaqa hech nima ko'rinmayapti, deyishdi-da. Shu bilan oyog'imni gips qilishdi. To'poqdan boshlab tepagacha. 3 kun o'tdimi, 4 kun o'tdimi, hali shishgan qaytdi-da, haligi haloplab ichimda o'ynab yuribdi oyog'imda. Anaqa gips. Keyin doktorga telefon qildik, shunaqa ahvol. Kelingchi bo'lmasam deyishdi. Keyin 4 kundan keyin bordik. Bordikda keyin anaqa past tomonni sindirishga tushdim men o'zi. Oyog'im qiribdi tinmasdan. Keyin yechdi. Sifrovoy rentgen qildiramiz. Bu yerda hech narsa bilinmayapti dedi. Sifrovoy rentgen qildiramiz dedi. Keyin sifrovoy rentgen qildirib, snimkani olib bordim. Keyin aytdiki, anaqa просто dedi, suv qochib ketgan dedi. Boshqa hech nima bo'lmagan dedi. Xo'p, shunaqa dedik, keyin fiziolecheniya dedi, u dedi, bu dedi, mas surib yuring dedi. Anaqa plastikoviy, nima, elastikniy bintdan bo'ylab yuring dedi. Shu bilan keyin 1 yil vaqt o'tdi shu orasida. Keyingi yili keyin may oyida navaramni anaqaga trenirovka olib borib berardim. Mana bu nimaga olib borib berardim. Keyin haligi navaramni olib borgan joyimda oyog'im, men 2 qadam yurdimmi, yo'q, men mashinada yurib boryapman, oyog'im yurmay qoldi. O'zi og'rib turardi oyog'im. Og'rib turadi. Yurmay qoldi umuman. Umuman yurmay qoldi. Shunda 2 qadam yurdim, shunda to'xtab, o'zim yurolmay qoldim-da. Oyog'imni boshqatdan snimka qildirdi-da. Oyog'i tizzasida anaqa tog'ay suyagi bo'lar ekan. Tog'ay suyagi. Men bu suyak bir-biriga nima qiladigan joyda tog'ay suyak bo'lar ekan. O'sha chatnagan bo'lgan ekan yiqilganimda. O'sha keyin yurib ketganman-ku men. U ochilib ketgan. Ochilib yo'q bo'lib ketgan umuman-da. Keyin tizza pastdagi suyak, tepadagi suyakka ishqalanish boshlagan. Tog'ay yo'qolib ketib, faqat suyakka qolibdi-da, shunday. Ishqalanib yurgan. Suv ham qochib ketgan bo'lgan, suv yo'q bo'lgan. Keyin haligi ortoped travmatolog aytdiki, lecheniya boshlaymiz dedi. 3 oy, 1 oydan keyin yana kuchayib ketdi, yana bordim, aytdimki, chida bo'lmayapti dedim. Xullas, ukol olyapsiz, boshqaryapsiz, lekin kuchayib boryapti. 3 kun, 4 kunga og'riq qolyapti, yana kuchayib boryapti. Shunaqa bo'ldi. Bu nima degani? Bu davolash emas, vaqtincha og'riq bosadigan. Og'riq bosadigan bo'lyapti, to'g'rimi? Keyin nima bo'ldi? Xullas, shunaqa qilib yurib, haligi men bu aptitsniy mazla bo'lardi-ku. Teraplex. O'shandan olib surib yurdim. Keyingi yili, o'sha mana 23-yil chap tomonim yurmay qoldi, tizzam. Bu tizzam yurg'izmay qo'ydi. Hali bunisi qolib, bunisiga o'tdi. Bunisiga o'tdi. Yoz faslida mana shu bu yil qizim keldi. Nimadan? Koreyadan. Hozir men telefon qilayotgan qizim keldi. Keldida xo'jayinim og'riyotdilar o'sha paytlarda. Og'riyotdilar, shu paytda keyin anaqa qizim keldida, anaqa ona oyog'ingiz yaxshimi? Og'rib turibdi, qizim o'tirishga turishga qiynalaman. Dedim, endi ota bilan ovora bo'lib qoldik. Xo'jayinim o'tdilar. O'tganlardan keyin o'sha iyul oyi bo'lsa, misol uchun 10-chislosida o'tgan bo'lsa, bir hafta o'tgandan keyin qizim o'sha zakaz berdi, argon. Argonga zakaz berdingiz. O'sha paytda endi mana shu iyul oyida. Qizim aytdiki, ona, sizni ham o'ylaylik, dadamni o'yladingiz, boshqalarni o'ylamadingiz. Keling, iching mashinani olib, men aytdimki, qizim, otay bilan davolash bilan ovora bo'ldik-da, hech qanaqa iloji bo'lmadi meni o'zimni davolashga. Endi qayerdan orttirib olaman shu narsani? Qizimga aytsam, keyin nima olib beraman, ona dedi. Keyin gaplashdi, o'zi Dilora bilan gaplashib, zakaz qildi, olib kelib berishdi. Tashab ketishdi, keyin haligini ichishni boshladim. O'sha birinchi kurs ichganimda 1 oydan keyin og'riqlar bosildi.
Bir oydan keyin. Demak, boyagi suyagingiz mana unday bo'lib qolgan, suv yo'q, to'g'rimi? Argonni ichib boshladingiz. Bir oyda og'riq to'xtadi, to'g'rimi? Keyin gapiring. Ha, mana hozir o'sha ichishni davom ettiryapman, hali ham ichyapman. Necha oy bo'ldi ichayotganingizga? 18-iyul kuni olib kelishgan. 1-olib kelishganni ichib bo'ldim. Oktyabrda 18-ga, 17-ga ham tugadi. Keyin birinchi olib kelib berilgani, keyin ikkinchisini olib kelib berishdi, ikkita bo'lar ekan ichida. Mazlari bilan mazzadan foydalanib turaman. Og'riqlar umuman qolmadi. Hozir 5 kilometr ham yuraman. Bemalol. Og'riq вообще yo'q. Yo'q. Bemalol yuribsiz. Necha oy ichdingiz? 3 oy, 4 oy bo'ldimi ichayotganingizga? 5 oy. Mana 5-oy ichyapsiz. Oldin umuman yurolmay qolgansiz. Umuman tog'ay yo'q, to'g'rimi? Mana shu mana tizamda yo'q-da. Mana shu oyog'imni mana hozir sizga ko'rsataman. Turib yurib ko'rsata olasizmi? Men bunaqa qilib o'tira olmayman bu oyog'imda. Namoz o'qiganimda bu oyog'imni mana bunaqa o'tiraman. Agar mana shunaqa o'tiray, men o'zim tura olmay qolaman. Oldin qanday edi? Masalan, necha kilometr yurardingiz? Voy, masjiddan magazingacha yetib boraman. O, necha metr u magazingacha? 100 metr, 200 metr. 200 metr yurolmasdingiz. Hozir 5 kilometr bo'lsa ham. O'sha yuryapman, ha. Xullas, hozir yuguraverasizmi? Alhamdulillah. Mana yurib ko'rsatasiz. Yurib ko'rsating, iltimos. Oldin qanday yurardingiz? Umuman qiyshayib yurarmidingiz? Qanday yurardingiz? Mana qilib yurardim. Mana qilib yurardim. Qani hozir chiroyli yurib ko'rsatingchi? Hozir mana tekis yuraman. Xudoga shukr. Alhamdulillah. Yurishim tekis. Hamma hayron qoladi, hassangiz qani deyishadi. Hassani o'tyapti. O, hassada ham yurarmidingiz oldin? Qo'ltiqtayoqda ham yurdim, hassada ham yurdim. Mana xudoga shukr. Ha, bo'lar ekan-ku. Yaxshi. Rozimisiz bizlardan? O'sha chiqazgan odamga 1000 marta rahmat aytaman.